Şərqi Türkistanның Xotan viloyati Qarqash nahiyəsidən 4 balaның dadisi bo'lgan Ali Abduqodirning onasini hajjiga apag'anligi uchun turmaga qamalganligi o'ttirg'i chiqdi. Türkistan agentligining xabar qilishicha, shahar ichki ko'cha avtobus shofiri bo'lgan Ali Abduqodir 2017-yilning 5-ida onasini hajjiga apag'an va qaytishida Misrda qisqa bir mezgil turgan. Bu sababli u qaytib kelibla sotlanmasdan turmaga qamalgan. Turmada ig'ir tan jazosiga uchrab, chet elda bo'lgunchi va terrorlik tashkilotlari bilan aloqa qilganligi qatorliq ayblashlarni qabul qilishga majbur bo'lgan. Ali Abduqodir bilan bir turmada yotgan kishining bildirishicha, u qamalgan turmada turli qiynash asboblari bor bo'lib, o'xshash bo'lmagan 10 so'roq uyida 24 soat so'roq davomlashib, to'xtamasdan tan jazosiga uchirgan kishilarning ohu-zorlari kelib turdi. Har kuni o'nlagan kishi qiyin qistoq sababli hayotidan ayrildi. Şərqi Türkistandakı egichaqsiz balalar Xitoy tarafidan tahdid deb qaralmoqda. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Şərqi Türkistanda ota-onasi turmalarga qamalgan egichaqsiz balalarning ahvoli haqida ziyoratni qabul qilgan bir Xitoy boshlang'ich maktab o'qituvchisi maktabda har bir Uyg'ur o'quvchiga bir Xitoy o'quvchini nazorat qilishga qo'yganligi bildirildi. Nima uchun nazorat qilinganligi so'ralganda, ularning ota-onalarining terrorlik bilan ayblanib qamab qo'yilganligi va bolalarning terrorlikqa moyil deb qaralib, yuqoridan ularni ko'zitish haqida buyruq kelganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerika bilan Xitoyning savdo suhbatlari davomlashayotganligini, lekin kelishim hosil qilishga texi tayyor emasligini bildirdi. Trump Nyu-Yorkka minishdan burun Oqsaroyning bog'chisida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Trump Xitoy bilan dialogni davomlashtirayotganligini, muzokaralarning planlangani bo'yicha 9-oyda o'tkaziladigan yoki o'tkazilmaydiganligiga qaraydiganligini aytdi. Trump Xitoyga qo'ygan qo'shimcha tambojni bejni Amerikaliklarning emas, balki Xitoylarning to'laydiganligini ta'kidlab, Xitoyning o'z pulining qiymatini o'stirib, bozorga zo'r miqdorda pul chiqarganligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining yozuvchi bayonotida ma'lum bo'lishicha, Tashqi ishlar ministri Wang Yi alayda va jiddiy bir ziyorat uchun Bejingga kelgan Pokiston Tashqi ishlar ministri Shah Mahmud Qurayshi bilan ko'rishgan. Wang Yi yaqinda mo'yan Jammu Kashmirda yuz bergan voqealardan jiddiy andish qilayotganligini bildirgan va vaziyatni qalayimqonlashtiradigan tang tarafli harakatdan saqlanish kerakligini aytgan. O'zbekistonning Qoraqalpoq avtonom jumhuriyatiga joylashgan va qiyin qistoq markazi deb tanilgan jasilik turmasi taqiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qiynash markazi deb tanilgan bu jasilik turmasini taqash qarori chiqardi. Ichki ishlar ministrligi bu haqda bir bayonot e'lon qildi. Bayonotda Shavkat Mirziyoyev taxtiga chiqqandan buyon elib berilgan qonun islohotlari va kishilik huquq jihatdagi sezgurlik alayda ta'kidlandi. Ministrlik buni bir tarixiy qaror deb qaradi. Do'stlik, sevgi va kelajakni, azob, hasrat va yolg'izligimizni o'rtoqlashtiradigan, birlik va ittifoqlikni, qarindoshlik va do'stligimizni eng iliq shaklda his qildiradigan Qurbon hayitimizni tabriklaymiz. Uyg'ur televiziyasi bo'lish sifatimiz bilan Qurbon hayitinglarni tabriklaymiz. Bayraminglarga muborak bo'lsin.